Abdulla Avloniyning avlodi Zokirovlar sulolasining kelini ikki san'atkorning onasi aktrisa Gavhar Zokirova necha yoshda? Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Gavhar Zokirova bu yil 76 yoshni qarshiladi. Mashhur Zokirovlar sulolasiga kelin bo'lgan aktrisa nimalardan afsus qiladi va hayotining qaysi onlarini shirin xotiralar bilan eslaydi? Gavhar Zokirova 1949-yilning 10-sentyabr kuni Toshkent viloyati Nurafshon tumanida dunyoga kelgan. U oilada yolg'iz qiz farzand bo'lib, bir akasi bor. Otam harbiy bo'lganlar, onam esa injener edilar. Bolalikdan san'atga qiziqqanman. Keyinchalik bilsam, ona tomonidan katta bobom Abdulla Avloniy bo'lgan ekan. U inson o'zbek teatrining asoschilaridan biri. Asarlar yozish bilan birga rejissyorlik ham qilgan ekan. Avlodimizda san'atkorlar yo'q deb bilardim. Keyinchalik bobom haqida eshitgandan keyin shu insonning yo'lidan ketibman dedim, deydi Gavhar Zokirova. Aktrisa avvalgi ota-onasining tavsiyasi bilan Toshkentdagi Politexnikaga o'qishga kiradi. Lekin u yerda ko'p o'qiy olmoqda. San'atga bo'lgan mehr ustunlik qilib, kelasi yili hozirgi O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga hujjat topshiradi. U yerda turmush o'rtog'i mahoratli ijodkor Jamshid Zokirov bilan tanishadi. Jamshid akam bilan institutda birga o'qiganmiz. O'shanda iste'dodli yoshlar ko'p bo'lgani uchun ikkita kurs tashkil qilingandi. Biz boshqa kurslarda edik. Ammo umumiy darslarda birga o'qiganmiz. Faqat aktyor mahorati darslarida alohida kursda edik. Institut katta bo'lgani bilan hamma bir-birini yaxshi tanir edi. Men birinchi kursdan Jamshid akamni yaxshi taniganman. U inson nega aynan meni tanlagani haqida ko'p qiziqardim. Bir kuni buning sababini aytib bergandi. Bir kuni kutubxonada kitob o'qib o'tirsam, yonimga kelib nimalardir deb yuzimdan o'pib olgan ekan. Shart o'rnimdan turib yuziga tarsaki tushirgan ekanman. Mana shu voqeadan keyin uylansam ham shu qizga uylanaman deb o'z-o'ziga va'da bergan ekan, deydi Gavhar Zokirova. 1971-yilda aktyor Jamshid Zokirov va Gavhar Zokirovalar oila qurishadi. Go'zal turmushdan Javohir Zokirov va Ohista Zokirova dunyoga keladi. Teatrdan oladigan maoshimiz nihoyatda kam edi. Uning ustiga o'shanda endi 2 xonali kvartiraga ko'chgandik. Uy ta'mirlatib va nihoyatda qarovsiz edi. Balkon qismining romlari yo'qligi uchun g'ir-g'ir shamol esardi. Kech-kuzga borib uy sovib ketgan. Shunda qaynonam rahmatli sandig'idagi eng qadrli matoni sotib rom olishimizga pul bergandi. Er-xotin tinimsiz ishlasak ham hech ro'zg'orimiz to'lmasdi. Qizimiz Ohista Jamshidni musiqa maktabiga berganmiz. Unga fortepiano olishimiz kerak bo'lgan. O'shanda qaynonam va onam pensiyalardan pul to'plab musiqiy asbob olib berishgandi. 3-sinfda Javohirga palto ola olmadik. O'shanda qaynopam Luiza qizi Nargizning eski paltosini berdi. Uning qo'ng'iroqchasi va pirpiragi bor edi. O'shanda Javohir bu qizlarning paltosi kiymayman deb rosa to'polon qilgandi. Boshqa ilojim bo'lmagani uchun uni kiyishga majburlaganman. Hayotimizda bu kabi misollar juda ko'p. Ayrimlari o'ylagandek bugungi kunga yetib kelishimiz oson kechmagan, deydi Gavhar Zokirova. Aktrisa o'zbek kinosi durdonalaridan biri bo'lgan 1978-yili Eduard Xachaturov tomonidan suratga olingan To'ylar muborak filmidagi rolini quyidagicha eslaydi. Bu kinodagi ilk rolim bo'lgan. Katta rol bo'lgani uchun kastingda ishtirok etishga jiddiy tayyorgarlik ko'rganman. Ammo o'sha kuni turmush o'rtog'im akalari kasalxonada bo'lgani uchun ketgan. Aksiga olib Javohir ham og'rib qolgandi. Injiqlanayotgan bolani qanday tashlab ketaman deb turganimda onam rahmatli kelib, "Sen boraver, men bolalarga qarab turaman" degan. Bilmadim, bolam kasalligi uchunmi, to'lib turgan ekanmanmi, bir urinishdayoq rolni jonimni berib ijro qildim. O'shanda dorixonaga borib, bo'lajak turmush o'rtog'ining ayoli deb bilgan inson bilan uchrashadigan sahnani ijro etib berishimni so'rashgan. Bu epizod bir urinishda olingan va aynan shu kadrdan kinoda ham foydalanilgan. Nasiba roli uchun da'vogarlar juda ko'p edi. Mendan keyingi aktrisalar kasting ham topshira olmagan, deydi aktrisa. 2012-yilda Jamshid Zokirov saraton sabab 63 yoshida vafot etdi. Aktrisa turmush o'rtog'ining vafotidan keyin qiynalgani haqida gapirdi. Turmush o'rtog'im Jamshid Zokirov o'limidan oldin ancha vaqt kasallik bilan kurashdi. Bir kuni tug'ilgan kunimga dramaturg Nurullo Bosxon Tanho yulduz spektaklining davomini olib kelib, "Sizga sovg'a, buni sizlar uchun yozdim" dedi. Afsuski, Jamshid akam bu spektaklda rol ijro etishga ulgurmadi. Turmush o'rtog'im vafot etganidan keyin bolalarimni yonimga chaqirib, "Mana shu spektaklni Jamshid Zokirov xotirasi uchun ham sahnaga olib chiqaman" dedim. Turmush o'rtog'imning o'limidan 20 kun o'tib ishga chiqib ketdim. Agar uyda o'tirganimda men o'zimni yeb tamom qilardim. Tinimsiz yig'laydigan bo'lib qolgandim. 8 oy deganda Tanho yulduz spektaklni Jamshid Zokirov xotirasiga bag'ishlab sahnaga olib chiqdik. 8 yil davomida bu spektaklda rol ijro etib, keyin 3 yil Nurullo Bosxonga qo'ng'iroq qilib, "Yangi pyesa yozing" deb holi joniga qo'ymadim. Ish jarayonida u bilan urushib qolamiz. "Bo'ldi, menga qo'ng'iroq qilmang" deb jahl bilan go'shakni qo'yib qo'ygan holatlari ham bo'ldi. Hech narsaga o'z-o'zidan erishib bo'lmaydi. Tortishuvlar va bahslar sabab o'zgalar dardi pyesasi yaratildi. Spektaklda 7 ta qahramon bor. Ularning
Ularning biri Jamshid Zokirov. U bilan boshqa qahramonlar gaplashadi, dardini aytadi. Jamshid Zokirovning olamdan o'tganiga 11 yil bo'ldi, ammo haligacha men bilan sahnada rol ijro etyapti, deydi Gavhar Zokirova. Aktrisa ba'zi yosh ijodkorlarning kasbga nisbatan mas'uliyatsizligidan ranjishi haqida ham gapirdi. Men O'zbek Milliy akademik drama teatrida ishlayman deyishadi-yu, ba'zilari ishga mas'uliyatsizlik bilan yondashadi. Orasida hatto rolining matnini bilmaydiganlari ham bor. Keyin jahlim chiqib ketadi. Men sendan 4 barobar kattaman, ammo butun piyesani yodlab bo'ldim. Nahotki sen qahramoningni 4 ta so'zini yodlay olmasang deyman. Darrov bahona topadi. Hech bo'lmasa spektakldan 2 kun avval rolni takrorlanglar deb tushuntiraman. Qiyomat qar spektakli oyda bir marta qo'yilardi, ammo spektakl qo'yilishidan oldin albatta Shukur Burxonov hammani chaqirib, xuddi zalda tomoshabin o'tirgandek jon berib rolni ijro etishga majbur qilardi. Hozirgi yosh ijodkorlar rol kutib yashayapti. Hozirgilar faqat kutishni biladi, kitob o'qimaydi, to'yga, seriallarga chiqmang deyman. Moliyaviy jihatlarni ham o'ylash kerak, ammo ijodchi uni qachon o'ylashadi? Vaqtim oz qoldi, hammasiga ulgurishim kerak deb yashayman. Hatto karantin paytida ham uyda o'tirib ijod qildim. Afsuski, ba'zi yoshlarda kasbiga nisbatan shunday hurmat, mas'uliyat yo'q, deydi Gavhar Zokirova. Gavhar Zokirova 76 yoshda bo'lishiga qaramay hamon spektakl va seriallarda suratga tushadi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.